Navbatdagi memnunni ham o'rnatib oldik. Samarqand viloyati Pastarovga qo'yib berganmiz buni. Hop, buni razmeri 4,5 metrga 2,5 qilib yozib berganmiz. Kimga qiziq bo'lsa, kimga narx qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ringlar, narxni oxirida aytaman. Hop, bunga mikrovolnovka joylari tashlab ketganmiz. Stroyli mikrovolnovka, stroyli duxovkalar joyi. Undan keyin gaz plitani joylarini tashlab ketganmiz, vichkalarni o'rnatib berganmiz. Undan keyin moykalarni qo'yib berganmiz. Tepalarga masalan sushilkalarni qo'yib berganmiz. Bu yerga chetga masalan xalajlik joyini tashlab ketganmiz. Ustiga ariston tushadi. Rossiyskiy laminatdan. Ustlari ham rossiyskiy sarishchadan bo'lgan. Bizdan bonus ketgan ajdan kafel joylari, funksional moykasi, magnit sushilkalari, led chiroqlari olib kelib o'rnatib berishlari hammasi bizdan bonus ketgan. Tortmalari ham tandem mexanizmda bo'lgan, skritni ko'rishingiz mumkin. Bemalol 40 kg 30 kg narsani ko'taradi. Buni 1 pagonometrini 3 million so'mdan yasab berdik. Buni materiali rossiyskiy laminatdan 1 pagonometr deganda eniga 1 metr, balandligi 2,5 qilib yasab berganmiz. Telegram kanalining silkasini kommentariyam boshidan topasizlar. Obzor qila olmagan ishlaringizni ham Telegram kanaliga tashlab bo'lasiz.